2026-yilda suvoq qilish narxlari nech pul bo'lyapti deganlarchi? Aka, preverni bitta bosing aka devorga. Mana. Nima deyapti akalar? Mana buni qaranglar. Eng tinig'idan podjilka bo'lgan suvoqlarimiz bo'ladi. Akalar, xohlagandek tekshirib olaverasiz. Kvadrati nech puldan nech pulgacha bo'ladi aka? Kvadrat aka 35 mingdan 60 ming so'mgacha qilib beramiz. Qalin yuqaligiga qarab aka. 2 etaj, 1 etajligiga qarab aka. Xolasizlar mana shunday lazerlarda tekshirib olasizlar, burchaklarni ko'ryapsizlar, idealni qilib, chiroyli qilib chiqarishib qo'ygan akalarimiz. Aboy bosadigan akalar ham qiynalmaydi. Bitta qo'yaylar aka pravilani. Mana. Mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli, ideal. Mana. Xo'p, xizmatlar qayerlargacha aka? Toshkent, Jizzaxgacha aka. Ohangaron, Vodiy, Toshkent, Jizzaxgacha. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. 35 mingdan Xo'p, 60 minggacha. Xuddi shu ko'rib turgan suvoqlaringni 35 mingdan qilyapti. Mana bor yo'g'i 2 sm loyiyapti ekan xolos. Aka, shunaqa. Xizmatlarda aytdik, pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib zakaz bersalaring bo'laveradi.